Bizda hozir modaga chiqqan kosmetologlar chayniy soda, limon bir narsalarni reklama qilishadi. Shunaqa qilsanglar zo'r bo'ladi. Zo'r bo'lmaydi. Yuzingizda kastrulka emas, qozon emas. Biza sovet paytida kichkinaligimizda o'sha chayniy soda bilan gazlarni tozalardik. Zo'r bo'lmaydi, yomon bo'ladi. Shunaqa shijashi уход qilish kerak yuzga. Chunki bizani yuzimiz bilan badanimizni pH balansi ham har xil, qalinligi ham har xil. Yuzimni qarang, anaqa chayniy soda bilan limon qiluvdim, qizarib, achishib yomon bo'lib ketdi. U ustidagi himoya qavatini prям dabdalasini chiqarib yuborganda. Uni восстановить qilishni ayting. Kimdadir bir haftada. Mani bitta patsientim 6 oyda восстановление bo'ldi. Bu qanaqa восстановить qilamiz? Kremlar уже любой krem suraverganidan achib, qizarib, reaksiya berib yuboryapti. 2 haftalik man nulovoy terapiyaga o'tkazaman. Вообще hech narsa. Butilkali suvda yuvadi, bo'ldi. Nulovoy terapiya deydi. Bizning immunitetimizni o'zi shu 2 haftaning ichida yordamlashadi, o'zi ishlashga harakat qiladi. Bu degani endi уход tashlab qo'yish kerak degani emas. U 2 haftadan keyin yana barib boshlanadi. Уже ancha kamayadi-da achishlari, qizarishi. Chunki gormon sursa ham reaksiya berib yuboradi-da. Hammasi yeyishimizga, ichishimizga, uyqumizga bog'liq.